50 kilovatlik quyosh paneli o'rnatilsa, 1 yilda qancha daromad ko'rish mumkin? 50 kilovatlik quyosh paneli 1 yilda 70 mingdan 75 minggacha elektr energiyasi ishlab chiqaradi. 1 yilda 70 milliondan 75 milliongacha sof daromad ko'rishingiz mumkin. Elektromobillarni quyosh paneli bilan zaryadlasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi, chunki quyosh panelidan kelayotgan elektr energiyasi o'zgarmas tok, elektromobildagi ham o'zgarmas tok. To'g'ridan-to'g'ri zaryadlasa bo'ladi inverter orqali. Shaxsiy elektromobilni quvvatlash uchun qancha quyosh panellari qo'yishimiz kerak? Shaxsiy elektromobilni quvvatlash uchun agar siz taksi xizmatidan shug'ullanib, kun bo'yi yuradigan bo'lsangiz, kamida 25 kilovat quyosh paneli qo'ysangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar faqatgina ishga borib keladigan bo'lsangiz, 15 kilovat quyosh elektr stansiyasi ham sizga yetarli bo'ladi. Qanaqa akkumulyatorlarni olgan ma'qul? 2023-yil, 24-yillarda gel akkumulyatorlari ommalashgan edi, chunki ular arzon edi, litiy-ionlar qimmat edi. Bugungi kunda esa litiy-ion akkumulyatorlari ancha byudjeti oz bo'lib qoldi, arzon bo'lib qoldi. Bemalol litiy-ion 10 yillik kafolatlangan akkumulyatorlarni olgan ma'qul.